Assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan eng yaqin kursdoshlarimdan bittasi, ham ukam, ham kursdoshim Og'abek Amirjonovni qisqagina intervyusi va 4 yilda qanaqa bir chiroyli xotiralarga ega bo'lgan gap-so'zlarini eshitamiz. Ketdik. Og'abek Amirjonov 2003-yil Samarqand viloyati Urgut tumanida tavallud topgan. 2021-yil Samarqand davlat arxitektura va qurilish universitetiga davlat granti asosida talabalikka tavsiya etiladi. Ehtimolimiz Amirjonov Og'abek haqida 4 yil bilan o'qidik. Zo'r xotiralar bo'ldi, o'ziga yarasha kirish tarixi bo'ldi universitetga. O'shalar haqida tez-tez 10 ta chiroyli savollarni berishga harakat qilaman. Bo'lmasa Og'abekni men tanishtirmayman, chunki aynan o'sha gaplarimiz borasida savollarim ichida tanishtirib o'tib ketiladi. Og'abek qisqa va lo'nda bu yerga qanday kelib qolding? Yo'lda kelib qolganingiz. Bu yerga o'sha boshida qiziqishim rassomchilik bo'lgan, o'sha rassomchilik bilan keyin 3 yil o'tib rassomchilikdan arxitekturaga o'zgargan, arxitekturadan keyin dizaynga o'zgargan va dizaynga tayyorlanib o'qishga kirib, budjetga o'qishga kirganman 6-o'rinda. Shu Hozir bu yerda men Dilshod o'tib qo'yaman. Bu yerda Dilshod bizani bog'lovchi inson sifatida, bildirib o'sha xotiralarni tasdiqlovchi inson sifatida qatnashadi. Ozgina fikringizni bildirib o'rsaman, ikkalasi. Nimaga fikringiz bo'layotgan holatni ham o'ziga og'ashga. men podkastni buzmang, navoqiting. O'z boshlandi o'zlari. Bo'pti. Dilshod o'zi uyatchan bo'ladi. Tushunasizlar bu narsani. Xo'p, Og'abekga savollar berishga davom etamiz. Og'ash, birinchi kuni imtihonni qanaqa bo'lgan? 2 kun topshirganmiz, amaliy bilan chizmachilikda. Aynan o'sha 2 kun haqida qisqacha. Tamam, chizmaga o'sha imtihonga kelganman, chizmani yorib olganman birinchi kuni. Shu birinchi kuni birinchi rang tasvir bo'lgan, ikkinchi chizma bo'lgan. O'sha rang tasvirga kirganman, o'sha qog'oz uncha yaxshi bo'lmaganligi uchun hammani zo'r chizadigani, oddiy chizadigani bir xil bo'lib ketgan. Bu degani o'rtancha bo'lgani uchun o'rtancha ko'tarib 51 ball olganman. Chizmani yorganman va chizmadan 58 ni olganman. Bu yer arxitektura fakultetiga eng bekasi. Eng yaxshi xona edi. Nimaga? Chunki bu yer oldin bunaqa stul, parta bo'lmasdi-yu. Oldin faqat bu yerda planshetlar, nimalar turardi. Studiya edi, katta studiya, chiroyli haykallarni chizardik, bu yerga narsalar qo'yib, miniatyuralarni chizib, natyurmortlar ishlardik va zo'r davrlar edi. Hozir ana rosa bo'ladi. Stul, parta tiqib borgan. Ama haykallarni ko'rib katta bo'luvdik, hozir parta tiqib tashlabdi hamma joy. Qara. Bu zaldagi eng zo'r 3 ta eslaydigan holat. Bu zaldagi eng kuchli eslaydigan bitta holatim. Bu yerda kimdir tug'ilgan kunimni nishonlagan. Shu yerda videosi ham qo'yib yuboramiz shu videoni. Shu yerda nishonlaganimiz chiroyli video bo'lgan. Undan keyingisi shu birinchi kelgan paytim haykalda tursiksiz qilgan u, hamma narsasi turibdi. O'shani ko'rib xijolat bo'lganman. Va uchinchisiga keladigan bo'lsak, bir marta adashib menga berilgan ishni emas, boshqa ish chizib qo'yganman. Shu menimcha 3 ta eng yaxshi xotiralardan uchalasi shu. Biz hozir fakultetimizning 4-kursligimizda qurib bitkazilgan yangi korpusga ketyapmiz. Yangi korpusda hozir o'zlaring ko'rasizlar. O'tgan yillar davomida universitet senga nima berdi? Nimalarga erishdim, nimalarni institutga kelib nimalarni o'rgandim, shular haqida gapirib beraman. Institutga kelib eng birinchi nimani o'rgandim? Institutga kelib birinchi o'rganganim o'sha qishloqdan kelib o'qiyotgan bo'ladigan bo'lsa, faqat shu qishloqdagi o'rtoqlarim bo'ladigan bo'lsa, bu yerga kelib turib har bitta viloyatdan kelgan o'rtoqlarim bilan shu har xil bilimga ega, har xil bu yerga hamma ijodiy yaxshi chizadigan bolalar, qizlar kelgan bo'lsa, hammasida har xil talantli bolalar, o'shalar hammasi bilan avvalasi tanishganim, ular qanday erishgan, qanaqa o'shalarga erishgan, o'sha
birinchisi o'sha tanishish deb oladigan bo'laman. Deb olayotgan bo'lsam, o'sha men uchun eng yaxshisi tanishganim o'shalar bilan qiziq bo'lgan, tanishish, do'stlar orttirish. Ikkinchisi keladigan bo'lsak, faqat men rasm chizishni bilib universitetga kirgan bo'lsam, universitetga kirishimdan oldin faqat shu rasm chiza olardim. U rasmni nimanidir ko'rsam yo xayol qilib o'sha rasm chiza olardim. Hozir bo'lsa shu kompyuterda dasturlarni o'rganib kelib turib, bilimlarni o'rgandim, dizayn stillari, arxitekturaga kirish, o'shanday narsalarni o'rgandim. Uchinchisi, shu institut nimanidir o'rgatmagan bo'lsa ham, bizga uchinchisi eng asosiysi yo'nalish, kelajakda qaysidir sohani egallashimiz uchun bir yo'l ochib berdi deb bemalol ayta olaman. Bo'lmasa Og'abek bilan suhbat davom ettiramiz. Biz hozir yangi binoda turibmiz, arxitektura fakultetining yangi binosi. Xudo xolasa 2025-yil sentyabrdan bu ishga tushadi. O'quv jarayonlari boshlanadi. Aynan shu binoda o'qishimiz kerak edi, lekin biz o'qiy olmadik. Bizga nasib qilmadi. Aynan o'qiganingda qanaqa bo'lardi? Bu hozir biz kutubxonada o'tiribmiz. Kutubxonaning o'zi nerealniy chiroyli. O'sha haqida fikrlar. Biz agar tabiiy ulgurolmadik, biz kech qoldik. Yangi o'quv yili 2025, ya'ni sentyabrdan boshlanadigan bo'lsa, biz shu yil nasibsiz bitirib ketamiz. Agar biz bu binoda o'qiy oladigan bo'lganimizda, 1 yil o'zi ham shu binoga kira oladigan bo'lsak, biz 4 yil mobaynida kutubxona qayerda joylashgan, kutubxona qanaqa umuman ko'rmaganmiz, yo qidirib ham ko'rmaganmiz. Avvalasi bunday chiroyli bo'lmagan. Hozir juda zo'r imkoniyat, keyingi yildagi birinchi kurslar u shu keyingi yil ishga o'qiydiganlar uchun. Agar o'qiy olgan bo'lganimizda, avvalo bu yerga bunday sharoitda kitob o'qishga, kompyuterimizdagi dars qilish uchun juda zo'r edi. Chunki biz kompyuterda ochiq vaqtlar bo'lib qolardi, 2 soat, 3 soat darslar tushib qolardi. Biz ochiq payti fakultetimizda bunday o'tirib qilish uchun kompyuterga joy topa olmasdik. Qishga rezitkani o'zi yo'q edi kompyuter zaryadga qo'yishga. O'sha agar foydalana olganimizda hozir kompyuterda bemalol o'tirib ishlarimizni qilib, kofechalarni ichib degandek chiroyli foydalangan bo'lardik. Rostdan ham birinchi o'rinda biz baribir dizaynerimiz, arxitektorimiz, baribir qulaylik, go'zallik birinchi o'rinda-da. Aynan o'sha bilim olishda ham, mana bunaqa sharoitda bilim olish baribir boshqacha. Odamga qanaqadir motivatsiya oldindan bo'ladi. Motivatsiya qanaqadir qidirish shart emasda, chunki qulaylik bo'lsa, qolgan hammasi bo'laveradi. Bizdan keyin o'qiydiganlik juda ham havas ko'z bilan boqamiz. Xudo xolasa magistrda bu yerda balki o'qimasmiz, lekin bu yerga ko'p kelib turamiz. Keyingi savolimiz aynan universitetdagi ta'lim sistemasi va universitetga kirib qanaqadir odam o'zgaradimi, diplom nimadir qilib beradimi yoki qilib bermaydimi? Mana shunaqa jinnicha savollar bor-ku odamlar orasida. Universitetga kirgan odam qanaqadir zo'r nimadir yo diplom. Plus ana shunaqa so'zligi o'zini munosabatini bildiradi. Og'abek. Diplom o'zi nimaga kerak degan kulgili gaplar bor. Diplom nima qilib beradi degan narsalar. Diplom biz uchun asosan diplom kerak emas. U qanaqadir 4 yil o'qib chiqishimizga o'qib chiqqanimizni isbotlovchi qog'oz. Lekin diplom olishgacha bo'lgan 4 yillik vaqt bizga barcha bilimlarda ko'nikmalarni beradi. O'sha diplom hech nima qilib bermasa ham, diplom olishgacha bo'lgan vaqtda biz bir sohani yaxshi bir kadr bo'lib erishib qo'ygan bo'lamiz. O'sha diplom ham o'sha biz diplom uchun yurgan yo'limizdan ikkalasi ham biz uchun juda kerakli. Odamlarning gapiga qarab harakat qilish kerak emas. O'qimoqchi bo'lganlar albatta diplom kerak, o'qish ham, bilim ham hammasi kerak. To'g'ri, men ham fikrlarga qo'shilaman. Xullas, keyingi savolimizga o'tsak, nimalar haqida gaplashamiz, og'ash? Endi bu yoq samimiylikka o'tib ketamiz. Unaqa qanaqadir ramka asosida ketmaymiz. O'zimiz suhbatimiz.
To'g'risi havas qilyapmiz. Hozir oshxonada o'tiribmiz. Oshxona shunchaki zo'r bor. Biz hozir samimiylikka o'tganimiz uchun biz obed vaqt bog'lar bilan obedlanishga chiqardik. 4 yil mobaynida 8 xil joyga o'zimiz uchun joy qilib borganmiz. Bunday oshxonamiz borligini ham bilmayman, hech bo'lmagani. Bunday sharoit bo'lganda biz ham yurganimizda ovqatlar o'tirganmiz. Biz 4 yil mobaynida Minsk atrofidagi oshxonalarni boshida lyuks joylarda qidirgan bo'lsak, keyinchalik biz arzonroq, hozirga kelib turib faqat qorin iloji boricha to'yadigan joylarda qidirib yuribmiz. Bunday narsalar bo'lmagan. To'g'ri gaplarga qo'shilaman, chunki ma'noda hamma yuzma-yuz ko'rishadi, gruppaga bemalol kelib o'tirish sharoiti. Savollarga o'tib ketamiz endi yana. Savollar kelib qoldi. Bu bitta narsa ssenariy yozilmagan, hech qanaqadir reja asosida bo'lmagan. Shunchaki video olyapmiz, YouTube'ga joylayveraman, xudo xolasa. Bu narsani 10 yil, 15 yildan keyin ko'rsak, juda manfaatli bo'ladi. Aynan o'sha fikrlarimizni berishimiz. Bu yerda ishlab ham yurish kerak bo'lsa, qara. Turk ustozlar bilan o'qidik. O'zbek ustozlar bilan o'qidik. Doim e'tirozlar bo'lganda, birinchi kursdan 4-kursdan hozir ham e'tiroz borda. Aynan o'sha e'tirozlar haqida bir o'zing fikrlaringni bergan, qanaqa bu? E'tirozlarim turk ustozlari bilan asosan o'sha til bilan bog'liq problemalar bor. Chunki turk domlalar keladi. Birinchi o'rinda turk domlalar keladi, faqat turkda gapirib ketaveradi. Bizda o'zbek talabalari faqat o'zbekchani tushunib, o'zbekcha javob beraveradi. Ikki bir-birini tushunmaydi. O'zbek domlalarda esa tilni tushunganimiz bilan biz bajaradigan ishimizda bir-birimizni tushunmay qolamiz. Shu problemalar o'sha ikkalasida. Universitetda tugatishimiz ekan bo'lyapti. Biz universitet tugatgandan keyin men misol hamma har xil yo'nalishda kimlardir ishga joylashgan, kimlardir ishlayapti. Menda teskarisi, kimdir shu magistratura o'qiyotgan bo'lsa, menda aynan chetga ketish maqsadim, chetga ketib, chetda o'qish bo'lyapti. Hozir biz chiqayotganda bunday ajoyib ishlar ko'rib, shu ishlar haqida gapirmoqchiman. Ishlar juda chiroyli bajarilgan. Biz 4 yil institutda o'qigan bo'lsak, bunchalik deya olmayman, lekin mana shunga yaqin ishlarni qila oladigan kuchga erishib, bitirib chiqib ketyapmiz. Biz bitirgandan keyin ham mana shunday ishlarni qila olib, qilib bajarib beradigan bo'lsak, bemalol yaxshi arxitektor, dizayner yo'nalishlarda ishlab davom etib ketamiz. Hammaga xayr. Xullas, hammaga rahmat. Bugun Og'bek bilan zo'r suhbat bo'ldi. Xudo xolasa buni yana davomi chiqadi, guruhdoshlarim bilan, boshqa insonlar bilan. Bizni kuzatishda davom etinglar. Shunchaki hammasi zo'r. Hammaga rahmat.